Ha, Orzu, keldingmi? Yaxshi keldingmi? Ha, yangi olgan ko'ynaklaringni sinfdoshlaring maqtadimi? Ha, maqtadi, yaxshi. Yaxshi dedimi? Ha, yaxshi. Ha, oyoq kiyimlaring ham yoqdimi? Ha. Kayfiyati yo'qmi buni? Kattamondan turganmi? Tavba qilsin. Qovog'ini bermanglar. Ha, Orzu, qanday? Nima kayfiyating yo'q? Men qara, sinfdoshlaring toza maqtadimi? Ha? Aya, ular ham nima dedi? Yubkangni, krossovkangni, ha, kurtalaring yoqibdimi? Sen bu yil yangi olding-ku, yoqibdimi? Aya, ular ham olgan-ku, nima aytasiz? Seniki yangi edi-ku. Aya, siz 2 yil deganda endi oldim. Shuni ham qayta so'rang. Qo'limda yangida, ya? Maqtanmadingmi? Qara, Orzu. Ana duganalaringni maqtadingmi? Nima dedi? Nima ya? Yangi kiyimlaringni, yubkalaringni, tuflilaringni ko'pdanchi Charchamadingizmi shu savol beraverib? Chiroyli narsalar oldik. Sumkangda-chi gapirdimi? Aya, ularda menikidan ham zo'rlarini olgan ular. Seniki ham zo'r, seniki ham qolishmaydi, qizim. Men senga eng zo'rlarini olib berdim. 1 oylik pensiyamni pulga olib berdim. Aya, 1 oylik pensiyangiz 300 ming so'm. Siz 300 ming so'mga boshdan oyoq kiyintirdingiz. Ha, ular bitta oyoq kiyimini 300 mingga olgan. 300 ming pul emasmi, qizim? Men 1 oy kutaman shuni, ana plastigimga tushishini. Shu 1 oy men 300 mingni bilasam, tentak bo'lib kutaman men. Sen oldin shu 300 mingni ishlab ol. Ishlay bo'lmasa chiqaringlar ishga. Sen uyda turligini eplab qila olmaysan, yana ko'chaga chiqib ishlayman deysan, o'lag'ayda. O'lag'ay. 2 yil deganda zo'rg'a narsa olib berdingiz. Shu onda ham uyqimni ham buzib so'ray bering endi. Turyoqqan ko'zimga ko'rma, o'lag'ayda sen ham. Yevile, noshukr. Rahmat deyishni bilmaysan.